Zudga xush kelibsiz. Ushbu videoda virtual muddatli to'lov kartangiz bilan qanday oson xarid qilishni ko'rsatamiz. Ilova bosh sahifasida qanday olish mumkin tugmasini bosing. Karta yoqish tugmasini bosib faollashtiring va o'zingizga qulay to'lov rejasini tanlang. Va Zud kartangiz faol hamda xarid qilish uchun tayyor. Endi esa eng yaxshi jahon va mahalliy onlayn do'konlar ro'yxatidan istagan birini tanlang. Do'kon sayti yoki ilovasiga kiring, mahsulotni tanlang, to'lov sahifasiga o'tib, karta orqali to'lash usulini tanlang. Zud ilovasidan kartangiz ma'lumotlarini nusxalab oling va to'lov sahifasiga joylashtiring. Unutmang, karta faqat bitta muvaffaqiyatli buyurtma va faqat 3 soat davomida faol bo'ladi. Buyurtmani tasdiqlang va hammasi tayyor. Xaridingiz avtomatik tarzda qulay oylik to'lovlarga bo'linadi. Zud kartasi bilan qulay xaridlarni bugunoq boshlang.